Afsuski, Munisa Rizayeva haqida yana bugun yomon xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona layk hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlarda joylagan videolarda hayoti, sinovlari va shaxsiy qarashlari haqida ochiq fikr bildirdi. U har bir insonning hayotida o'ziga yarasha muammo va imtihonlar bo'lishini ta'kidladi. Hammada o'ziga yarasha sinovlar, muammolar bo'ladi. Havas qilmanglar odamlarga. Instagramdagi baxtli hayotga ham ishonmang, deya izoh qoldirdi san'atkor. Uning fikricha, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilayotgan hayot har doim ham haqiqatni aks ettirmaydi. Munisa Rizayeva ayniqsa ayollarga murojaat qilib muhim maslahat berdi. Unga ko'ra, ayol kishi birinchi navbatda o'zini qadrlashi, o'zini sevishi va o'zini tanlashi kerak. Avval o'zingizni birinchi o'ringa qo'ying. Eringizni ham, farzandlaringizni ham emas, o'zingizni. Qachonki o'zingizni tanlasangiz, o'zingizni sevsangiz, xo'jayiningiz ham, farzandlaringiz ham sizni hurmat qiladi va yaxshi ko'radi, deydi u. Xonandaning ta'kidlashicha, ayol o'zini unutib qo'ysa, o'ziga e'tibor bermasa, atrofdagilar ham uni qadrlamay qo'yadi. Uning fikricha, hurmat va muhabbat avvalo insonning o'zini qadrlashidan boshlanadi, deydi xonanda.